boshqaruvda siz bilgan, lekin e'tiborga olmayotgan 3 ta jihat. Uchinchisini aniq e'tiborga olmaysiz. Birinchisi, tizim xodimdan mustaqil ishlashi kerak. Ya'ni siz zo'r xodim topaman, u har joy zo'r boshqarib tashlaydi degan fikrdan yiroqda bo'ling. Har bir ishingiz standartlarga xos va o'zini cheklistlari bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu CRM. Ko'pchilik rahbarlar juda ham qimmatga va har xil CRMlarni biznesga kiritadi va bu o'ylaydiki, bu xodimlar uchundir. Aslida CRM siz uchun. Ya'ni CRMdagi har bir raqam bu sizni biznesingizda nima kamchilik bor, nimani to'g'rilashingiz kerak va nimadan xursand bo'lishingiz kerakligini ko'rsatib turadi. Shunday ekan, CRMni o'qishni o'rganing. Uchinchisi va eng asosiysi bu KPI. Ko'p rahbarlar, hattoki ularning xodimlari ham KPIni jazo deb o'ylashadi. Aslida KPI bu tizimni o'lchab beradigan instrument. Ya'ni KPIda xodimingiz qayerda yaxshi ishladi, ulguryaptimi yoki boshqa vazifalarni to'xtatish kerakmi, shu haqda gapirib turadigan sistema hisoblanadi. Shunaqa foydali infolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.